Sen kelib tergovchini yonidan shunaqa deysanmi? Axir shu gapni aytdingmi? Kattakan bu Deb ochilyapti. zo'r bo'pti deb deyapti. Endi agar sir fosh Anvar haqiqat qaror topmaguncha tinchmaydi. Ag'ay yaxshimi aka? Bilgan bo'lsang, mendan yaxshilik kutmang. Do'stliging yaxshi. Muhsinga qiziqib qolsan, ichki ishlarga chaqiribsan. Qayerdan bilding? Muhsin aytdi, ichki ishlarga chaqirishdi deb. Choyxonada sen ham bor eding. Ana u gapga qiziqib chaqirganingni bildim. Ha, shunaqa o'zi murakkab ishlarni ochish jonidan bo'ldi. Qadiyat qaror topsin deyman. To'g'ri, har qanday jinoyat jazosiz qolmasligi kerak. Mastlikda bo'lsa